Yana bir ko'pchilikni qiziqtirgan savol, ya'ni mani ko'rigimga kelganlarda birinchi beradigan savol, operatsiya qancha davom etadi? Operatsiya davomiyligi kasallikka bog'liq. O'rtacha paroksimal taxikardiyani oladigan bo'lsak, operatsiya davomiyligi har xil. Qaysidir bemorda yarim soatda operatsiyani tugatamiz, qaysidir bemorda 2 soatlab operatsiya davom etishi mumkin. Shuning uchun o'rtacha sizga javob bermoqchi bo'lsam, paroksimal taxikardiya uchun 1 soat yetarli. Ekstrasistoliyalar ham joylashgan joyiga bog'liq. Agarda bu biz uchun qulay joyda joylashgan bo'lsa, 1 soatda kasallik ishi bitadi. Agar noqulay joyda joylashgan bo'lsa, har xil 2 soat, 3 soatlab ham davom etishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda shunaqa operatsiyalarimiz bo'lgan, biz 4-5 soatlab ham operatsiyani o'tkazganmiz. Shu uchun o'rtacha hisobda foizda aytadigan bo'lsam, 95% aritmiyalar, ya'ni taxikardiya bo'ladimi, ekstrasistoliya bo'ladimi, ularning davomiyligi o'rtacha 1 soat. Ya'ni 1 soatda kasal kirib chiqadi. Ba'zi bir holatlarda, endi bu hamma sohada bor narsa, demak biz ham aytamiz, bu noodatiy chiqqan joylardan, demak aritmiya operatsiya vaqti shunga qarab cho'zilishi mumkin.